Bu harakatimdan keyin pardek yumshoqqina desam ishonsaydik. Menga o'xshab yogurtni yaxshi ko'radiganlar shu yerda sizlar. Orasiga sabzi salatlar bilan ujinga ketadi-yu. Semirishdan qo'rqadiganlar bo'lsa, obeda tayyorlab yeylar. Iliq suvga shakar, droja, tuz, o'simlik yog'i solib aralashtirib xamir qoramiz. Buni yashirmayman. Turon unlariga muhabbatim aynan bigoti tayyorlaganimdan keyin boshlangan. Xamirni yarim soatga issiqroq joyga olib qo'yib, nachinkasini tayyorlab olamiz. Karamni ko'rsatilgandek qilib to'g'rab, tuz bilan aralashtirib qo'yamiz. Qiymadan emas, aynan go'shtni to'g'rab qiladigan bo'lsanglar, mazasi bomba bo'ladi. Qozonga o'simlik yog'i quyamiz. Avval piyozni, ketidan go'shtni, tuz, murchlarni sepamiz va oxirida karamni solamiz. Karamni ortiqcha suvini siqib oldim va qovurdim. Qovurganda ham oxirigacha suvini torttirdim. Bu orada xamir ham oshib oldi. Qiyma sovugunigacha zuvala qilamiz. Zuvalani 10 daqiqa tindirib olamiz. Zuvalani yoyamiz, ko'rsatilgandek qilib nachinkani joylab tugamiz. Tugilish jarayoni sizga tushunarli bo'lishi uchun video cho'zilib ketsa ham boshdan oxirigacha tugib ko'rsatishga harakat qildim. Bu juda ham oson. Mantiq qozonlisini yog'lab joylab yana 10 daqiqa oshirib olamiz. Ana endi qaynagan suv ustiga joylab pishirishga yuborsak ham bo'ladi. Mazali taom tayyor. Resept yoqqan bo'lsa, xotirangizni duo qilishni unutmang.